jibdan voy Maliya salim qalisa o'zim telefonni yoqib qo'yganim esimda yo'q bilasan. Baxtli ayolimni nima atrofga qarashgan vaqti bo'lmay qolar ekanda. Tavba eting, nimaga baxtliman chunki ering yonimda. itbachcha Hazillashdim, so'kin nurma. Eringni pishirib ye. Voy yetkinchi qara, senga zo'r yangiligim bor. Ikkita yangiligim bor. Birinchisi turmushga chiqaman. Ikkinchisi yuzimga doktorlik o'qitmang dedi. To'xtab tur. anaqa Hoy jon, hammasini oramizda to'lab qo'ying. Qara, ikkinchi yangiligim, boya kamgilar meni to'yimizdan oldin Saloyga Dubayga olib kelib o'tirdi. Shunga, metro Chilonzorda joylashgan Integro bor-ku, Avers do'konida o'tiribman, ana yuzlarim quruqshab, mamlaklarim miskin ajin tushmoqchi bo'tar. deb turgan yurganimga bilasanmi? Shuning uchun bu yoqda Avers do'konida ham arzon, ham sifatli-da. Keyin mahsulotlar shunaqa zo'r yuzlarni shunaqangi zo'r o'qit qilib qo'yadi-da. Keyin xariding 800 mingdan oshib ketsa, O'zbekiston bo'ylab tashlab ketgan bo'ladimi? zo'r ekan, mana olsam bo'lar ekan-a? Zo'r-da. Sana faqat Avers do'koniga kelib, mana 100 ming o'qitlarni olgin, вообще zo'r. Shoshma. Asaloyi to'ydan keyin bo'lardi shekilli. Ibrohim yo'q bo'lasin ya salam. Qara, ular вообще-da yevropeyskiy oila-da. Shuning uchun avval birga yashab ko'ringlar. Agar bir-birimizga to'g'ri kelsak, keyin dacha ashuramizni duo etiladi. Bu o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi-yu. Mana Yevropada Ronaldo bilan Jorjina bolalab tashlasa ham hali to'y qilishmagan. Gap to'ydan mansa salam gap. Mana yurakda va ishonchda tushuning. Keyin salim shu Moskvadan ham soning yuzimni rosa zo'r qilib qo'ygandi o'tgan safar. Keyin qarang, bitta yuzi chirq bosib ketgan bechora eri rosa yurib ketgan bitta dugonam bor deya, shunga 4 ta o'zingiz bilib anaqa o'qitlar solib berasiz. Kim yetyapsiz? Qo'yur, bittasini aytyapman de. Assalom, mayli. Xullas Dubaydan turib telefon qilaman men senga. Yaxshi o'tir, davayt. Yuzimni ko'rib ketibdi. Jata, voy bu nomincha, qora romantika qilyapsanmi Dubayda? Ana nima Sen Dubayda mana Dubayga bormasa, aldab tushib ketdi sho'sammi? Voy kechir. Qurmasa iloji. Yana siqildingmi? Bechora tavba qildim. Voy baribir mandakalarga mazza ekan. Allohga shukr qara. O'zimni oilam, bola chaqam, erim, qaynona-qaynotam bilan o'zimni halol uyimda yashayapman. Senga o'xshab voy Dubaylarda hech narsa qilib yurasan. Voy tavba, voy kechir. Voy yetgancha o'tkaz baranim do'konchiga yuzi chiqib bosgan dugonamni mana aytgan ekansan, xafa bo'ldim, lekin mana dastlab yetib keldi. Avers do'konidagi yuzga o'qitga mana yuzim asal qilib qo'yib ishlatdim. Endi erimni shunaqa yoqaman. Rahmat. Voy tavba, lekin yomon bo'pti. Mali Dumbari plus. Seni erkalab yo'llara solgan akanglara ishonma.